Joyimiz Sroshniy sotiladi. To'rtko'l tuman Qoq markazida Ibn Sino mahallasi oldingi Musayev ko'cha. Yana 5-maktab, Toshsoy maktabni to'g'risida ko'cha. Sroshniy sotiladi. Gazi, sveti, vodoprovod hamma narsasi bor. Gaz ishlatishga, svet ishlatishga dokumentlar 100% toza. Hozirgi Obodlik ko'chasi 25-joyini. Aldi shu oq fasodini. Xo'p, assalomu alaykum. Bizlar hurmatli obunachilar, sog'misiz, omonmisizlar? Inshaalloh bugungi temamiz joy nasib bo'ladi, temasi bo'ladi. Xudo xolasa, kirgandan bir like bosib qo'yasiz. Xudo xolasa bir kim olsam yaxshi kun bo'lsin, yaxshi to'y bo'lsin unda inshaalloh. Joy qarab birga yaxshi bir yaqiningizga tashlab qo'yasiz. Xo'p, kirgandan shunday bir dahlizi bor, ziyin dahlizi bor. Qadimiy bir remontlarda joylarimiz inshaalloh qadimiy zamonda eslaganlarimiz bir like bosib qo'yamiz. Xo'p, kirgandan o'ng tarafda bir xonasi bor. Atapnilar o'tib turibdi. Sveti bor. Atapnilar o'tib turibdi. Qadimgi padda qurilgan remont edi. Qadimgi remont bir kim yesam o'zi remontlab olaveradi. Xo'p, remont uzak bolalar keyin to'xtatganlar buni sotacak bo'lib. Nasi gap turibdi? To'qi gap turibdi. Polni. Xo'p, birga yerda o'ng tarafda bir xonani ko'rsatdik. Mana bu ikkinchi xonasi edi. Uzun katta bir zali. Ataplinasi bor, svetlari bor edi. Qadimgi remontda. Xudo xolasa baqasam bir shqanat baqa bo'ladi inshaalloh. Kim olsam maza qilib yashaydi inshaalloh. Ataplinlar polni o'tib turibdi. Keyin o'zingiz remontlab olaverasiz. Xo'p, mana bu yerda qatyolnisi bor ekan. Qatyolnisi bor ekan. Qatyol turibdi. Qatyolni bera kafir bosilgan ekan. Qatyolni issiq bo'ladi, buni bilasizlar. Issiqqina bo'ladi. Pollangan, hamma yer pollangan. Xudo xolasa. Xo'p, mana bu yerda qadimgi spasonda dushovoy bor. Vanna qadimgi spasonda ishlangan. Kim olsam baribir remontlab o'zini chiroyli fokusini zati bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, bu tarafni o'ng tarafni polni ko'rsatdim. Xudo xolasa, baribir olajak odam polni hamma xonalarni ko'radi, o'zini ma'qul kelsa oladi. Ishdan kirgandan keyin, darozdan kirgandan keyin chap tarafda yana bir katta xonasi bor. Chiroyli qilib remont etilgan. Mashalloh, gap qo'shinglar. Oldingi fasollar, remontlar, gullayni kim istadi? Ataplar o'tib turibdi. Qadimgi qo'rg'analar bo'layni, turbalarni. Issiqni aytadi bu. Xo'p, chap tarafda yana bir, bu yerda yana bir spalnisi bor. Xo'p, ishning ikkisiga dahlizi bor. Kirganingizdan keyin to'rtta yana bir xonasi bor. Chiqib remont boshlab qolganlar, keyin shu bilan to'xtatganlar. Patoloqi poli ishlangan. Polni xolasanlar shu pasonda faqat yashab o'tirsanlar ham bo'ladi. Gazni yoqqandan keyin issiqqina bo'ladi bu yerlar. Endi barimiz bahor qilib baribir. Fokusingizni remontlab olaman desangiz, o'zingiz bilasiz. Dokument 100% toza, notarius pulini sanaverasiz, xudo xolasa. Men bilan mana bir narsa bor. Shuni o'tiradi, ayvonchasi bor. Keyin charvog'i bor. Mashalloh, gap qo'shinglar. Ya charvog'i. To'rda hojatxonasi bor. Charvog'i, men bir narsa qilib aksanglar bo'ladi. Menda erikmi nov bor. Men shunday. Xo'p, bahosini keladigan bo'lsak, bahosi domam ko'p baho aytilib turgani yo'q. Aytilgan baho bilasizlar, baribir hech aytilgan baho sotilmaydi. $71,000 aytilib turibdi. Aytilgan baho sotilmaydi. Kelishadigan yeri bor, xudo xolasa. Prямо telefon adaverasa, pastda nomer qoldiraman. Telefon adreslaridan kelishaveramiz, xudo xolasa. Qimmat emas. Shahar markazi bu yerlar. Aytib turganimdek, shahar markazi, bunda maktab chegarasini aytganimda, shu yerdan chegarasini. Eldan olib ishlangan, polni usti shipor, pol patoloq hamma narsasi tayyor, xudo xolasa. Elda ishlangan, bunda maktab, 5-sonli maktab, ko'chada polni hamma yashab o'tiribdi, baxtli yashab o'tiribdi. Joyama qo'shnilardan yer inshaalloh, telefonda darvozasi qo'yilgan, hamma narsasi tayyor. Polni gelip yashab ketaverasizlar, xudo xolasa. Pastlarga qoldiraman, bemalol telefon etib, xudo xolasa kelishaverasizlar. Ishlar ham qadimgi mustahkam ishlardan bo'ladi. Mahkam ishlardanmi, qadimgi ishlardan. Polni hozir yashasa tayyor bir. Keyin remont etaman desang, asosiga remont etaverasizlar, xudo xolasa. Videolarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bir like bosib, yaqin bir jigarlaringizga joy olib, shuni joylaman, ishonchli joylaman degan bir yaqin insoningizga tashlab qo'yasiz. Sotga bir chamadan 6mi, 7mi, 8mi shunday uchastka 20 maydoni. Endi yana chetojini qarab netaverasizlar. Xudo xolasa ko'raverasiz. Dokument 100% toza, notariusda sanab olaverasizlar, xudo xolasa. Shunday obzor etdik, xudo xolasa. Ma'qul kelgan bo'lsa, bir like bosib qo'yasizlar.